birinchi kuni mana soat 10 ga gapirdim, o'zgarib ketsan, Yevropaga dedim. Keyin yosh qizlarga, "Ha, yaxshimisan? Mana sassiq cho'chog'imni tiqmoqchi edim-da" deb yopishar ekan hamma qizlarga. O'shuncha bu qiz yomon ko'rar ekan uni. Harom. Voy, izvinite. Uyatga gap kichkina qiz oldida gapirib, men achchig'im chiqib ketdi. Keyin Harom edi. ha, больницаdan uyga qachon chiqdingiz? Qanchaga yotdingiz? Yo'q, общий qancha yotdingiz больницаdan? 18 kun yotdim, uni ham eshiting. Oxirgi to'lov kelganda hamshiralar bordi, hammasini. Rosa aytamiz, Ahadga qilsak, Ahad Dilmurodga yo'llaydi, Dilmurod esa Ahadga yo'llaydi-da. To'laylar desak. Men uxlab больницаning pulini to'lash kerak. Ko'rdinglarmi, bir-biriga to'ngab yurishavergan. U to'laydi, bu to'laydi, Ahad to'yadi, Dilmurod to'laydi qilib qochib yurishavergan, qarochi hammasi. Keyin onam aytdi, hozir uzun bankdan olib qarz olaman dedi. Hozir to'layman dedi. Bittang ham kelma keyin dedi. Men oldimga dedi. Ariza yozib bersin. Otanga bor, onangga bor, boshlaringmi? Qo'l qo'yib kelishga bittang ham kelmadi. Keyin nima? Ahad Rejissyorlar общий mana $500 berishgan, to'g'rimi? $200, 3 million. Ha, shunday. Yetganmi? Bu mesestralarga, hamma yo'qqa. Uni Ahad Qayum to'lagan. Men aytaman to'g'risini, Ahad Qayum kelib yurdi. Dilmurodda o'zi aytdi, Ahad to'laydi hammasini dedi. Ahadga buyuravering dedi. Lekin Ahad keldi. U 3 million bilan 200 ni Ozoda to'ladi. O'zi yo'q, kelib yurganini ana uni aytibdi. Ha, bansaga faqat Balitsani keyin Perivaska bor, Perivaskalarni qatib. Mesestrani yollagan Ahad Qayum, qarochi Perivaskaga doktor qiz yollagan. Nech kun kelgan o'g'iz примерно? Примерно shu dekabrgacha kelmadi-yu. Yo'q, nech kun kelib yurdi? Endi uni esimda yo'q. 18 kun, 20 kun примерно. Shu bitguncha-da yarim. Ha, kelib yurgan, keyin u qizdan bilishsa, u qiz даже rahmi kelib bu qizga besplatno kelib yurgan. Ahad to'lamay qo'ygan, qarochi yarmiga kelganda. Keyin pul bersa, keyin nima debdi? Men sizga pul berdim-ku desa, qarzingizga oldim. Men necha marta chiqib berdim, pul tashlamaysiz-ku deganda, shu uchun. Обалдеть. Keyin menga tuhmat qilyapti deb qiz kelmadi. Ha, ужас. Keyin qolganini onasi Perivaska qilgan o'zi. Aytdi operator, rejissyorlar Kolyaskani hamma qiziqayotganda aytgancha, kolyaskani aytib bersin. Ayting kolyaska. Kolyaskani eshitdinglar. Ozdobada prichom ular rejissyorlar qilgan. Rejissyor emas, odam qilgan admini. Adminini gapiring qatras. O'rsangiz yana jon. Adminini yo'q. Ozdobada здесь тут ни при чем. Aytibdi Ozdobada даже bilmaganman ham deb. Admini Dilmurodni gapiring. Da, qolslari ham bor. Ha, ayting. Kolyaskani ayting. Endi keldi, kolyaska deb so'radi. Bilsin hamma. Keldi-da, keyin kolyaska so'radi. Hozir gaplashib beraman dedi. Vaqtga telefon qildi. Telefon qildi-da, bitta qiz bor dedi, onasi bilan yashaydi dedi. Ha. Keyin rasmga oldi, videoga oldi-da atrofda. Men bularni olib berdim, men bizdan dedi. Ehsonchilarga telefon qilib aytyapti. Ehsonchilarga telefon. O'zlari olib kelib bermayapti. Dilmurod o'zi emas, ehsonchilarga yordam beradi-yu, qiynalgan oilalarga. O'shalarga telefon qilib ulardan so'rayapti kolyaska. Sizlar ham yordam berib oylar, bu oilaga qiylangan oila ekan, biz yordam beryapmiz deb. Ozdopani aldab yurganda, просто jahlim chiqqani. Ha, Ozdopaga aytganki, hammasi yaxshi deb aldab yurishavergan u Dilmurod. Keyin kolyaska olib keldimi to'q? Yo'q. Olib kelmadi kolyaska. Bir oy o'tibmi? Bir oy o'tib qildimi? Yo'q, ana kichkina kolyaska-chi, детский kolyaska. Buni Ahad Qayum olib keldi. Ahad Qayum Musurdan детский kolyaska olib kelgan. Hali kichkina bolalarning kolyaskasi bor-ku. Oyog'i singan kolyaska olib kelgan, qarochi Ahad Qayum. Oyog'i singan, vaqt olib keladi. Eski Qarochi ikkinchi vaqt olib kelmagan. kelgan. O'sha Ahadda o'zi olib kelgan. Ahad olib kelgan kolyaska eski birovni ishlatilgan kolyaskasini olib kelgan. Qabul qilmadi, kerak emas. Prosta men hozir kulib gapirayotganim, men bu narsani yig'lab yotganman deb, o'sha o'zimga kelganman, shu uchun kulyapman. Faqat endi bilmayman, operatsiyadan chiqamanmi yo'qmi, prosta haqiqatni aytay deyapman-da. Yaxshi Uni yaxshi niyat qiling. Bu mana aytayapti-yu, представитель aytayapti-yu, u og'ir operatsiya emas. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jinni ketdi narsalarni o'ylamang. Hammasi go'zallikda bo'ladi. Hali bu yerga kelib rasmga olaman degansiz meni. To'g'rimi? Aytganman endi prosta. Odam hech ham unaqa yomon narsalarni o'ylamang. Og'ir operatsiya emas ekan. Hali vahshiylarcha ko'rsatgan operatsiya emas ekan. Merhaba, fotoğraf çekebilir miyim? Da, evet. Kek sizin de yani kudrasın. Voy, bu qiz anaqa tura olmaydi. Bu gece TikTok. Ha, xuddi shu qiz. Dedim, Keling, o'zim işte turaman. akşam. O'zim turaman. Hadi.
Xo'p, nima deyapti? O'shaning uchun duo qiling. Sabina Asalam yaxshi bo'lib ketasiz. Oy, o'zi ham. Men 5 yildir narman. Yaxshi bo'ling, hammasi rahmat, rahmat Katokon. Rahmat. Sabrina ilohim, farzand bo'ling, qiz bo'ling, rahmat. Alloh shifo bersin. Muzika ham o'zi ham ketyapti, yo'q, g'amgin bu. Shu muzika Yuragimiz siqyapti, yo'qlab. ko'zim yoshga to'layapti muzikaga. Yaxshi bo'lib ketadi Sabrina, nasib. Suvda bo'yiga-da chiroyli. Matkasiga nima qildi bu qizni? Keyinchalik oila qura oladimi? Yo'q, oila qura olmaydi. qura oladi. Bola bo'lishi Ma'lum emas. Sabrina Asalam ola. O'tiring. Filtramiz degan. спрашивают. Там она Fanatizm. Odamlar onasi ko'rdingiz. Turing deydi. Turib turing siz deydi. bilmaganda mayli. Ha, kelganda siz ana TikTokka chiqqan qizimsiz degani bilmaganlik bor. Ha, esiga tushib Prosta ketdi. bu bilmoqchi bo'lgan ish qizmi yo'qmi deb. Ha, to'g'ri. Sabrina yosh. Voy, chiroyli bo'lyapti rasm. Rasm qo'laylik. Redkunday narsa bor. Ana shu daryoni bo'yida bo'lsa вообще Shunaqa gaplar Sabrina ilohim modellikka qayting. Asalim mana. Voy asalim Sabrina. Shunaqa qilib ko'nglini ko'tarib yuribmiz. Uyda o'tiraversa tushkunlikka tushib qolyapti. Shuning uchun bir mohina, bir men olib chiqib yuribmiz ko'chaga, qarochi. Da, shunaqa gaplar. Jasmin uzun so'zini yozyapti, o'qolmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilmang. Da, shuning uchun yosh qizcha. Endi 18 ga kirdimi? 20 ha? 22 ga to'ladi, xudo xolasa. Hali hayoti oldinda. Hozir operatsiyani o'ylab tushkunlikka tushyapti. 17 yoshga deb chiqaribdi. Ishonmanglar. Yo'q, urib yuborganda. Ha, 17 yoshli qiz Sabrina dedi bu ishda. Bular yoshimni bilishmagan shekilli. Sizga omad. Yo'q, bugun meni jahlim chiqib ketgani. Bože moj, novostchilarga ko'rsangiz, hali kulgiz keladi. Ko'rdingizmi novostchini? Ishoni karta. Palonchi Pistonchiyev, Isha kartani skажите, bittasi yozyapti. 2 million tashlaganini ayting. aytib berdim, da. Yo'q, самое интересное, novostida chiqayotgan gaplarga shok bo'lib qoldim. Palonchi bilan Pistonchi mancha pul berib operatsiyaga jo'natyapti. Yo, 100 ming dollarga nechi? Odamlar 100 ming dollar. 100 ming dollarga вообще men ham qo'shilishib operatsiya qildim. Anavi ikkovi ofisga yashagan. Haqiqatan ofisga. Haqiqatan. Qanday? Menga agenti o'zini yonida ishlagan admin aytib berdi. Ana qizlar Kamila degan qiz bor ekan, u kichkina qiz uni haydattirgan, qarochi. U qizni haydattirib, o'zi egallab olgan joylarni. Hatta atrofidagi hammani haydagan. Yig'lab chiqdi-ku. Oy. Menga tuhmat bo'lyapti. dedi. Prezidentimdan so'radi. Shu qiz oldin yana xursand Sabrinada, xursand qarish chiroyli joy ko'rsataman men sizlarga. Qanaqa joyda o'tiribmiz. Mana olib ketmabdi. Mana ayollar to'plami, представитель, vrachlar представители, bu опекуны desa ham bo'laveradi. Sabrinani bu biza женщина непонятная. Этот Sultan Ahmed, Aya Sofiya, bu yoqda dengiz. Mana onalari o'tiribdi. Mazza qilib toza havoda o'tiribmiz. Shunaqa gaplar. Mana prямой эфир qilsammi? Prямой эфир yo'q qo'ying, обязательно. Zaryadkamlik Sabrina. Ha, bugun uyda prямой эфир qilamiz. Esingizdan chiqmasin. Uyga borganlardan keyin. Aytaman, uyga borib aytaman men sizlarga. Siz uchun duodamiz. Rahmat. Bugun prямой эфир qilamiz. Sabrinani ulab, Marat akani ulab, hammamiz uchimiz nima qilamiz? Marat aka uy sovg'a qilmoqchi bugun prямой эфирda. Shuni aytib edik. Da, ha, uyda ayting. Endi ishondingizmi? Videoni ko'rsating. Ha. Video. Olganmisiz? Ha, sharmanda bo'ladi hozir. Nimaga? Voy, xalq sharmanda bo'ladi. Nega xalq sharmanda? Xalq oldiga sharmanda, xalq oldiga sharmanda bo'ladi. Qiladi de. Aslida o'zi shu edi. Yo'q, uni ko'rsatmayman. Qaysini? Qaysini? Mana. Kecha olganingizmi? Ha. Uyda podarka qilgan kuni o'yg'atishyapti. Mohina o'yg'atyapti. Tur uy podarka qildi deb.
Shahzoda Muhammedova 2 xonali uy podarka qildi. Ana. Yo'q. Ishonishmayapti. O'sha men bu yoqqa uchib kelmaguncha ishonmagan ekan. Bu yoqqa kelguncha. Oilalar hozir shok bo'ladi. Hali. Qachon operatsiya ertadan уже analizlar topshirish nima meda MRT to'rtta professor ertaga ko'radi, gaplashiladi, ertaga narxi bilinadi, necha pul bo'ladi, hammasini biz sizlarga olib borib aytib yuramiz. O'zida kelgida qiz chiqmagan-ku, hammani kesib tashlaganda. Ha, siz kesib tashdingizmi? Ha, men kesib tashlagan. tushgan joylar kesib Ha? O'zim men masofkadaman, Kesib masofkada. tashalgan, короче, klipdan. Kesib olib tashlashgan. Matka olib tashalmagan, uni ham davolanadi, matka ham qilinadi, davolanadi. Ertaga ginekolog ko'rgandan keyin aytiladi, nima qilsa bo'ladi, nima yo'q. Eski. Da. Yosh bolaga o'xshaydi. Urgan qizga chora ko'riladimi? Bilmaymiz uni, chora ko'rmaydi. Sud so'raladi. Endi sud jarayoni, endi oyoqqa turib olsa, borib o'zi sizlarga Instagramiga o'tib olsanglar. 16 yosh debdi. Sizlarga savol, lekin 11-sinfda bitiradi bu yil. 16 yosh bo'lishi umuman mumkinmi? maktabga bormayapti. Ha. 5 oydan beri ko'rmabdi. Qaysi klip jarayoni, qaysi klip nomini men Dilbarim. Dilbarim degan klip chiqdi Dilbarim. oxiriga klip, oxiriga. Sudga bersin. Sudga bersin, berilgan jarayon ketyapti hozir. Bu qiz operatsiyaga keldi. Ertadan xudo xolasa protseduralar boshlanadi. Men zaryadkam adoyi tomon bo'lyapti. Hamma bilan xayrlashing. Mayli. Azizlarim, rahmat sizlarga. Odamlarga, xalqqa rahmat. Jasmin opaga ham, xalqqa ham bor, Mohina opa bor, ularga ham rahmat, ularga hamma menga yordam beryapti. Kattakon rahmat. Qo'llab-quvvatlaganinglar uchun katta rahmat. Yo'q demaganinglar uchun, men olib chiqqanimga boy bu transgap ro'rat demaganinglarga rahmat. Katta rahmat, благодаря вам. Shu qiz yoqqa yetib keldi. Xudo xolasa operatsiyani chiroyli o'tkazib olsak, hamma Nega xursand. sochlaringiz kalta qilib tashladingiz? Avariyada qon bo'lgan sochim orqa qismi. Qon bo'lgandan ham operatsiya payti aylantirib tashlagan. mana sostoyaniyada uzun sochni eplash Balonni juda ham. tagida aylantirib ketganman. Ha, yo'q. Aha. Ashundan soch ketgan. Tushganmi? Oq ko'pik kelgan, qo'lni kiyimi turibdi. Kiyimda oq ko'pik turibdi. Odamdan oq ko'pik keldi desa, уже o'ldi deganimi dogani? Ha. Понятно. Reaksiya. Uni endi qo'rqityapsan, unaqa demadi. Endi xudo asrab deydi oxirgi. Hammaga xayr, zaryadkam o'lib qolmasa uyga yetib olaylik. Hammaga xayr, hammaga katta rahmat. Sevilib yashaylik. Xudoga shukr, mana yetib kelib oldi. Mana Mohina riyadam, da jinni ketdi gaplarni yozmanglar, потому что bu qiz operatsiyaga kirib ketadigan odam. Наоборот, поддерживать qilinglar ro'za Ramazon kunlari. Nima menga yozmayapsan deb qiynab tashlash. Ha, men senga pul tashladim, menga nimaga javob bermayapsan degan jinni ketdi gaplar tashamanglar. Sizlar tashagan bo'lsanglar, Xudoning yo'lida ehson qilgansizlar odamlar. Jinni ketdi gaplarni yozmanglar, operatsiyaga kirib ketadi. U sizlar o'ylayotganda bunday qilib bu narsalar для go'zallikka operatsiya qilmayapti, sog'lig'i uchun operatsiya qilyapti. Так что поддержка qilinglar. Kutamiz. o'sha kuni yotib qolganim bor-ku, sudurga bo'lib mazam qo'yib. Men aytdim-da, mana bunaqa gap yozgani uchun menga puli ham kerak emas dedim, Instagram akkaunti ham kerak emas dedim. Shundan borib davlatga topshirib beraman dedim. Bilgani qilsin dedim. Mana bunaqa gap. Isterika bo'lib ketdi, juda ham ko'p hali nepravильный ishlar bo'lgani uchun bu qiz stressga tushib qolib, uchib keladigan kuni больницаga tushib qoldi. Pullaringlar ham kerak emas, Instagramda ham olib ketinglar deb yig'lab xafa bo'lib ketdi odamlarning qiliqlariga. Так что давайте поддержим. Shuncha joygacha yetib keldik, endi oxirigacha yetkazib qo'yaylik shu ishni. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Sevilib yashaylik. Hammaga xayr.